oldinglarmi? Ha? Pul oldinglar deyapman. Nima qo'yib qolsan, yubormading-ku? Men jo'natdim-ku, yetmayaptimi? Qandoq o'nta taylaysan? Yubormading-ku? Men tayladim-ku. Aldaysan-ku, xotin. Aldaganim yo'q. Hamma problemada sensan. Men o'zim Rossiyadan boray, sizga shokoladlar boraman. Sen shokolad olib kelma, 50 tasini o'zing yeysan. Aldaysan-ku. Sizlarni allab nima ko'rdim? Men hozir 2 metr qorga ishlayapman. Men borayga hal hammani to'dalayman. Xo'p qilma menga, xo'p qilma deyapman, qo'ningga qo'raysani. O'zi seni suyib men nima ko'rdim? Ikkita bala ko'ddiz yetmayaptimi? Ana shu ikkita balang boshimga balo bo'libdi. Borayga o'zim kontrolga olaman. Sen Rossiyaga bir bormagan, kontrol cho'p ketding sen ham. Ha, sizlar aqllisizlar. Sizlarda aqllisi yo'q. Biznes qilinglar degandim men sizlarga. Shu puldan bir biznes qilsanglar bo'lmaydimi? Biznes? Tentek xotin, men Dehqonobodga keldim, kavrakchilar makoniga keldim. Mana qara, buni ko'chatlari bor, ko'chatlari kavrakda 1200 so'mdan sotyapti ekan. Endi bo'yib ketamiz, tentek xotin. Uni ko'chada bo'lsa urug'i ham bormi? Tentek xotin, men seni urug'ingni surishtirmaganman. Lekin buni urug'i bor ekan mana. Kilosini $100 sotyapti. 5 sutik bilan 100 million foyda qilsak bo'lar ekan. Bo'yib ketamiz. Ha, buni ekdik, kattattirdik, endi buni kimlarga sotamiz? Buni hindlarga sotamiz, hindlarga. To'pay xotin mana shirasini $200 sotamiz. Tushunyapsanmi? Buni dorisi ham bor. Tentek xotin, любой tovarga dastavka bor. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beradi, ekishga ham o'rgatib keladi. Pastdagi nomerlarga telefon qilsa bo'ldi. Ha, bo'ldi. Dugonalarimga aytaman, telefon qilishadi. Dugonlarga menga ham telefon qilsin. Sizlar uyga ham kelib tursin dugonlar. Voy, unaqa nima, nimaga shunaqasi?